Barakash, mador, nachalik bu. Biz Samarqanddamiz. Sifat brendining mahsulotlarini tatib ko'ring va o'z fikringiz bilan bo'lishing. Sifat brendini har uyg'onganimda eshitaman. Bobur Mansurovga atlet deydi-ku. Ta'mi yaxshimi? Ta'mi zo'r. Bunchalar zo'rsan deydi. Ha, men молодец, так. Сладости любите? Конечно, люблю. Не видите, поговорите. А чай нету? Как Вкусно? вам? Супер. Вкусно? Да. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi, ajoyib, zo'r, gap yo'q. Sifatli yaxshi. Bekorga sifatmas ekanda. Sifatli ekan. Juda mazali, yumshoq. Ayniqsa tishi chiqmagan bolalarga ham yaxshi ekan. Это вкус банан, да? Банан, да. Бисмилля. Прям банан чувствуется, да? Вообще классный. Шоколад, печенье тоже вообще классное. Рекомендуем, очень классное. Печенье шоколадное, очень вкусное. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, Sifat brendidan pechenkalar yeb ko'ring va baho bering ta'miga. Keling, buni ham qo'yaman. Bu pechenyelarga gap yo'q. Birinchidan men nevaralarimga olib boraman. Har kuni 20 ming, 25 mingdan seriyozli gapiryapman. Bunga вообще gap yo'q. Hammasi sifati svejiy, yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Men har kun olib boraman. Mana bozordan o'zimga shirinlik bor, lekin ana shu shirinlikni olib boraman. Seriyozli gapiryapman. Sifat shirinliklar sehri. Mantiqiy savolimga javob bering va qo'limdagi shu ajoyib boksni yutib oling. Demak, savol: yoshligimda bo'yim baland, qarigan sari past bo'laman. Men nimaman? Yoshlikda qarichilikmi? Topolmadim. Human person. Svet o'chganda nima ishlatadi? Telefon, fanarik, akkumulyator. Zaryadka. Oh, what gets old? When it gets older, it gets shorter. Svet o'chganda anavmi? Projektorda ekansiz. Sizlar samarqandliklar projektorni rosa yaxshi ko'rar ekansizlar. Projektor bo'lmasa-chi, svet tap etib o'chdi-da. Men juda ham xohladim yutishingizni, lekin to'g'ri javob shamidi. Sham. Bo'ldi, to'ppa-to'g'ri. Sifat brendidan sizga shirinliklar, oilaviy mazza qilib choy ichasiz. Mayli, Sifat brendi hech kimni xafa qilmaydi. Bu shirinliklar siz uchun. Mazza oila bilan choy ichasiz. Rahmat. Ah, a candle. Ah. Yes, you're right. Congratulations. Try with your family our Uzbek foods. All? Of course. Oh, I thought we just take one thing. No, it's all for Kind of you. Thank you It's very much. Sifat brand. It's Uzbek factory what produce sweets. Sehri. Ah. Sifat shirinliklar sehri. Sifat so'zini to'rtta tilda aytib bering va qo'limdagi shu ajoyib boksni yutib oling. Качество, сфат, Английский подключаем. Турецкий, английский, китайский. качество, purity, quality, qualitat. Благодаря подружкам, друзья всегда помогут. Вы выиграли у нас бокс сладостей от нашего бренда. Спасибо вам огромное, вы сделали наш день. Сфат, качество, quality. И на таджикском тоже качество. Yo, tojikchada boshqacha bo'lardi. Sifat kачество aytamizda biz samarqandcha tojikchaga. Mayli, biz sizga ishondik. Tojikchani yaxshi bilmayman-ku, shuning uchun sizga ishonib qo'ya qoldim. Bo'ldi, zo'r. Sifat brendi hech kim xafa qilmaydi. Siz bizdan yutib oldingiz, shirinliklarni oilaviy mazza choy ichasiz. Rahmat hammaga. Sifat shirinliklar sehri. Tosh, qaychi, qog'oz. O'zimizni dondoziki o'yinida mani yuting va qo'limdagi shu sovg'aga ega bo'ling. Dondozikini yutib tashlaysizmi endi? Yoraveraman. Dondoziki. Dondoziki. Voy, yutqizib qo'ydingiz-ku. Yana bittami? Bitta shans. Qarang, yaxshilab tayyorlang. Xo'p, bo'ldi gap. Dondoziki. Uchinchisi halol, uchinchisi. Dondoziki. Dondoziki. Yoraveraman. Nima bo'ldi? Bugun omadim yo'q ekan, ertaga bo'ladi. Oxirgi martami? Bo'ldi. Bo'ldi, qaramasdan. Xo'p, bo'ldi. Dondoziki. Dondoziki. Voy! Mayli, Sifat brendi hech kimni xafa qilmaydi. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bu sizga. Rahmat. Rock, paper, scissors, shoot. Now one more time. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, you won me. High five. High five. This is for you. Do you like sweets? Yeah. Okay, have a good day. Only one? No, all of this for you. All of this, babe. Don Ziki.
Don Ziki. Voy, bittada yetdingiz. Tabriklayman. Bu sizga oilaviy Sifat brendi bilan choy ichasiz. Rahmat. Sifat shirinliklar sehri.